Bugungi mavzu dolzarb, kerak va xalqimiz ichida juda ko'p holatlarda muammoga sabab bo'layotgan mavzu. Ya'ni islomda qarz oldi berdi masalasi. Oldi berdi, ya'ni beruvchilar bor va oluvchilar bor. Qarz bu shariatda halol narsa. Qarz olish va qarz berish shariatda halol qilingan, ruxsat berilgan ishlardan biri. Lekin har qanday ruxsat berilgan ish o'sha ko'rsatilgandek bajarilmasa u zararga aylanadi. Umuman hamma sohada, meditsinada ham, qurilishda ham, taomda ham, dinda ham o'sha instruksiya deydi, ko'rsatilgan ko'rsatmasi bo'ladi. Mana bundoq qiyin, mana bu narsalarni qo'shmaydi. Shunaqasi u puxta bo'ladi, go'zal bo'ladi, tezda sog'ayadi. Endi shu nasiya, qarz, savdo sohasida bugun musulmon umuman dinida ko'rsatilganligini hatto o'ylab ham qo'ymayotganligi uchun o'ziga mos ravishda qarz olib berdi qilyapti, o'ziga mos ravishda olyapti, sotyapti, o'ziga mos ravishda tirikchilik qilyapti. Shuning uchun pul sohasi musulmonlar orasida bo'linib sammangacha, urush janjalgacha, kerak bo'lsa qotillikgacha boryapti. Nimaga sabab? Shariatimizda qandoq ko'rsatildi sotish va olish? Shariatimizda qandoq ko'rsatildi nasiya masalasi? Ya'ni uzoq muddatga narsa sotish va olish. Shariatimizda qandoq ko'rsatib qo'yildi qarz olish va berish? Shunga deyarli, hamma deyarli juda ko'p foiz, 90% ko'p odam amal qilmayapti. Nasiyada ham, qarzda ham, olish sotishda ham. Natijada oralarimiz buzilib ketyapti. Umuman juda xunuk holatlarga ko'p yo'l qo'yapmiz. Agar shu ketishimiz bo'lsa, bizda bir gap bor, bu holatlar deydi, bu holatlar. Pul sohasida ham juda ko'p xunuk holatlarga yo'l qo'yishimiz mumkin. Bu aniq narsa. Chunki qoida buzildimi, iloji yo'q, unga shtraf bo'ladi. Bu shtraf bilan qiyomatdagi azob bo'lsa, bu dunyodagi qanaqa muammo hayotlar. Alloh aytadi, mani zikrimdan, man unutganlar, mani zikrimni unutganlarga man tang hayot beraman. Tang hayot degani muammo ustiga muammo. Dunyo miqyosida oladigan bo'lsangiz, muammolar ketishyapti-ku. Juda ko'p xalqi o'ziga yarasha ancha muammosi bor. Yecholmayapti bechoralar. Sabab Alloh mana buni qilgan, buni qilmagan degan narsalarni unutib qo'ydi. Unutganlikda ana endi muammo ustiga muammo chiqib boradi. Kasalliklar, kelishmovchiliklar, urush janjallar, qirg'inbarot ishlar, ya'ni shunga o'xshagan nimadir. Siz bilan mana o'sha ota-bobomizdek dinimizga amal qilishimiz yo'qolib qolyapti. Qancha muammolar, shulardan bittasi ajrimni ko'payishi shu dalil. Ota-bobomizdek dinimizga, onalarimizdek qizlarimiz, bobolarimizdek biz erkaklar amal qildik. Shuni bittasi bu, men ko'pini aytdim, bittasi oilalarda buzilish. 50-70 yil oldingi bizni xalqimiz ichidagi oilalar ajrini bilan hozir solishtirishda 1000% farq qiladi. 1000%. 1000 barobar ko'paydi. Balki million. Shu darajada. Otasi notayin bolalarni o'sha davrlarda tug'ilmaganligi, hozirga bo'ladigan bo'lsangiz, fohishalar deydi. Millionlar farq qiladi, million foizlarga. Masalan, o'tgan yil bo'lmagan jinoyat bu yil bitta bo'lsa, bu 100% ko'paygan. To'g'rimi? Ikkita bo'lsa 200% bo'ladi. Endi hozir shu foizni taqqoslaydigan bo'lsak, otasi notayin bo'lgan zinodan tug'ilgan bolalarning foizi millionlarga tashkil qiladi. Million barobarlar foiz ko'payib ketganligini tashkil qiladi. Do'stlar. Shuning uchun ko'zni ochish kerak ekan. Ko'zni ochib uyg'onish kerak. Uyg'onish kerak. Nimadan? G'aflat uyqusidan. Bo'lmasam
Xudo saqlasin, bizga Allohning jazosi, balosi halol bo'lib qoladi. Yetlanmay qolamiz. Tehlikalar ish bermay qoladi. Allohning balosiga Qur'on yaroqlar ish bermay qoladi. Bilimdorlarning bilimi, aqllilarning aqli, kuchlilarning kuchi, boylarning boyligi ish bermay qoladi Allohning balosiga. Xudo saqlasin. Xudo saqlasin. Men balo so'ramoqchi emasman, balki Xudo shu balo jo'natmasin. Hammamiz ko'p aytmaslarga bitta gapda, azizlar, yaxshilikda jam bo'laylik, yaxshilikda to'planaylik. Nima ma'noda? Bitta joyga chiqib miting qiling demayapman. Hamma bir yoqadan bosh chiqarib, siz oilangizni, jiyanlaringizni ushing, tarbiya qiling, nasihat qiling. Men hozirda bitta odamga tegishli 30-40-50 ta odam bor. Aytib uka, opa, singil bir-birlarni bolalar, o'zimiz bolamiz, hisoblab ko'ringmi? Nechta bo'lamiz? Bu degani hozirchidagi bitta odam g'ayrat qilib o'sha o'zini qarindoshi urug'i, aka ukasi, opa singilsiga aralashadi. Bundan aqliga masalan sizga tog'a, amaki, amma xola bo'lganlarga bir narsa desanglar, "Sal ishing nima degan bo'lsa-da, bu degani bittamiz 30 tadan qilaylik-da, jumamizga bilasiz, masjid o'ziga qanchagina odam keladi? 4-5 ming odam keladi. Deb o'ylab ko'ring-da. 2000 tamiz oilani boshlig'i hisoblansa, 2000 tamiz. O'rtacha hisobda 20 ta odam hisoblaydi, 4 million ta bo'ladi, to'g'rimi? 4 million ta odam o'g'lanishiga chetdagilar o'zimiz harakatga sabab bo'lamiz. Vodiyda adashmasam 12-13 million odam bor xolos. Vodiyda, bitta vodiylar qo'shni viloyatda endi kam bo'ladi. Qo'shni masalan Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand kelishadi, 5 ta, 10 ta, 2 ta, 3 ta keladi. Lekin asosiy vodiyda odamlar o'tiramiz, vodiyda odamlarni o'zini deb tasavvur qiling, vodiyda odamlar hozir chetdagi emas, chetdagilar aytib xolos. Chetdagilar o'zimiz bizga qarshi bo'lgan, birovga qarshi mo'xtozman. Men masalan o'zimni akam, ukam, opa, singlimga tegishli bo'lgan jiyanlarimni mahkam ushlasam, men 20-30 dan ushlayman. Siz 20-30 dan ushlaysiz. Men hozir o'tirgan odamlarni teng yarmini o'qtashadi. Chunki oilada boshqa masalalar bor. Bitta oilada 2 ta odam kelganlar bor. 2000 ta odam, 20 ta odamni eng pastini oldim. 2000 ga 20 ga ko'paytirsa 4 million bo'ladi. 400 ming bo'ladi. Adashibman. Matematikda yo'q. 5 o'qish kerak. Degani katta sifrda bu. Shuning uchun jamlashimiz kerak. Chekishini, ichishini, kiyimini, madaniyatini, odob axloqini, maktabda o'qishini, sportini, ko'chada yurishini tizib bering. Mana poyezd vokzallarida, aeroportlarda tizim asosiylarga-ku. Tizib bering. Aeroportda boshlig'i bo'ladi. Yo, vokzalda boshlig'i tizib bering, tizimizdan chiqmas. Tizimizdan chiqdi jazo. So'ying qattiq. Hozir sabab yoshlarni jiddicha salli deb boltini burab qo'ymasak bor-ku, yonidan qo'yib olyapti. Hani suvni yaxshi qatirmasangiz, gaznikini, suyuqlarni yaxshi qatirmasangiz oqib ketib qoladi shuni. Jiddicha qatirib qo'ying. Orqasini bilan surka olib qo'ying, qatiradi. Shuni olmasak bo'lmayapti. Nazorat, gaplashib o'tirish, fikrini eshitish, o'qishini surishtirish, o'qishni bitirgan bo'lsa, ishga joylashmagungacha turish kerak. Ishga joylashtirib, ishxonasini ham surishtirib, shuni qilmasak hozir bizga tashqaridan bo'ladigan yovuzliklar ko'payib ketdi. Internet orqali yoki safarga chiqqan musofirlar orqali Rossiya, Koreyada ko'proq bizni nimalarni, Turkiyada, umuman dunyoda shitda yurgan bolalar bizga o'sha sal tarbiyasi sustroq, ma'naviyati bo'shroq bolalar o'shaning informatsiyasini bizga olib kelib qo'ygan. Bizga kirib kelyapti-da bu yaxshi emas. Chunki u joyda umuman boshqa millat, boshqa din, boshqa fikr, boshqa dunyoqarash, boshqa madaniyatda u bizga kirib qolyapti.
kiradi, onasi o'rtanib ketdi, Koreyadan, Turkiyadan adam bağlanmaydi, o'rtanib ko'rgani borib o'tiradi, u kishini boshlaydi. Hayot ağda, yolg'on olasan, yitib olasan, armiyaga borib kelganda faqat dentlikni gapiradi-yu. Duxli payt olganlarga bilmaydi. Biz yitib nima bilan keldi desa, biletni pulini qarz yo'q berildi. Aniq bilmaydi. Hayot ağda nimaga? Kayf safo, fohishalik, palon to'ygun, chunki mishg'ilib pishdigan odam yo'q-da. Shuni hayot ağda deydi. Yo'q, hayot bu yoqda, hayot chetda, dadangni oldida, onangni oldida, o'rtoqlaringni oldida, kimning qoning kesilgan chetda hayot. Hayot chetda. O'zga yurtda podshosi bo'lgandan o'z yurtining garosi bor, o'zga yurtda bug'doydan, uzoq bug'doydan yaqinda somon yig'ish. Uzoq $1000 o'zimiz $150 qoplaydi, yetadi. Nimaga? A'dagi 1000 xotindan, boladan, dadadan, buvadan, do'stlardan, vatandan uzoqda-da. Balki 150 shularni oldida. Asosiysi. Ma'naviyat buzilmaydi. E'tiqodda aynimaydi. Bugun bizni yoshlarimiz kirib kelayotgan ham e'tiqodiy, ham jinsiy, ham fikr tomonidan buzilishiga sabab bo'layotgan narsa faqat chetdan keladi. Yo internet orqali, yo o'sha chetga chiqqan bolalar orqali kirib qolyapti. Natijada qaysi yoshlarimizni zaharlanishiga sabab bo'layapti. Hammasi tagi tugun shu e'tiborsizlik, boshqa narsa emas. Bolam ağda, bunu surishtirmaydi. Oyligingni oldingmi, bolam, nechta olyapsan, kim bilan gaplashyapsan, nima qilyapsan, vahobiy hizbutlarni gaplash qo'ymayapsanmi, nima qilyapsan hatto, qana namoz o'qiyapsan, kimlar bilan yuribsan demaydi. Pul chiqarmaysanmi deydi, shu xolos. Bu ham aytadi, pul kerak deydi, men kerak emasman.